Bir kun bir voqea bo'ldi. To'qay ichida qo'ylarimni salqin joyga yotqizib dam olib turgan edim. Bir polkovnik qo'lida miltiq, oldida it bilan daraxtlar orasidan chiqib keldi. Qo'ylar itdan qo'rqib hammasi o'rnidan turib bir tarafga qochishga harakat qildi. Polkovnik qo'ylarning itdan qo'rqqanini bilib itiga yot dedi. Iti yotib oldi. O'zi oldimga keldi, mendan so'radi. Bu qo'ylar qaysi tashkilotga qaraydi? Men aytdim. 363-zavodga qaraydi. Mendan yana so'radi. Zavod direktorini taniysanmi? Yo'q dedim. Men zavodning direktori bo'laman dedi. Qo'ylarni qanday qilib ko'rsam bo'ladi? Men aytdim. Qo'ylarni chaqirsam keladi. Siz men bilan turing, keyin ko'rasiz. Bu qo'ylar mening qo'limdan tuz yeb o'rgangan, deb cho'ntagimdan bir yumaloq tuz olib, qo'ylarga qo'limni ko'tarib chaqirdim. Qo'ylar hammasi kelib atrofimni o'rab oldi. Direktor qo'ylarning dumbasini tekshirib ko'rdi. Qo'ylar hammasi semiz, qo'zilari ham sog'lom edi. Qo'yingiz nechta dedi. Menga topshirilgan vaqtda 500 ta edi. Hozir 700 taga yetdi dedim. Yon daftariga yozib oldi va aytdi. Men sizni chaqirtiraman, borasiz. Shu vaqtdan 15 kun o'tgandan so'ng brigadirimiz kelib, sizni zavodga chaqirishyapti dedi. Biz turgan joydan shahar 40 kilometr edi. Borib Abdelkadirga uchradim. U menga kechqurun klubda majlis bo'ladi. Shu majlisga kirasiz dedi. Kechqurun klubga kirdim. Majlisga hamma yig'ilgan ekan. Qarasam yuqori sahnada zavodning kattalari o'tirishibdi. Polkovnikni ham shularning ichida ko'rdim. Zavodda yaxshi ishlaganlarni nomma-nom chaqirishdi. Shu qatorda meni ham chaqirishdi. Borib sahnaga chiqdim. Polkovnik majlis ahliga qarab aytdi. Bu odamga qaranglar, o'zi o'zbek ekan. Armiyadan qaytib bizning ixtiyorimizga kelgan edi. Biz buni zavodning qo'ylarini boqish vazifasiga qo'ydik. Qo'ylarni yaxshi parvarish qilgan. Hamma qo'ylar semiz, sog'lom, soni esa 800 taga yetgan. Qo'ylarni chaqirsa itoat qilib oldiga yugurib keladi. Men bunday cho'ponni hali ko'rmagan edim. Bunga zavod tomonidan mukofot berish kerak dedi. Shu bilan menga yaxshi palto, yomg'irda kiyadigan plash, 50 so'm pul va rahmatnoma berishdi. Men qaytdim. Bu orada oyligimni ham oshirishga qaror qilishdi. Bir kuni bir voqea ro'y berdi.